Diqqat! O'zgidromet O'zbekistonda 29-aprelda kuzatiladigan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Assalomu alaykum. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonda 29-aprel yog'ingarchiliksiz o'tishi kutilmoqda. O'zgidromet prognoziga ko'ra, faqat vodiyda va tog'li hududlarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr sekund tezlikda esa harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi 28-30 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esa harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esa harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esa harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esa harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esa harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 26-31 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esa harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 17-22 daraja bo'ladi. 28-aprel 4-may kunlari respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin xavfi bor deyilgan xabarda.